Assalomu alaykum hammaga. Ishdan boshlab oldik, qor yog'yotibdi. Bitta Damas olib qo'yganmiz, benzin nasoslari. Biroz benzin nasoslarni ishlab qo'yamiz. Yo'lga gazla yopilayotganiga hamma benzin nasos o'g'ilyapti. Bu yerda bunday san'at olib qo'yganmiz. Bu yerda nima muammo bor? Antifriz o'qyapti. Antifrizni teshigini topdik. Zaslonkada teshik bor ekan. To'g'risi to'g'rilab yana beryapmiz. Bu yoqda karburator ishlarimiz ketyapti. Chunki karburatorlar qilinadi. Mana bu to'lgan. Ota xormanglar. Assalomu alaykum. Nimalar qilyapsizlar? Oka, bunga karburator chizishga benzin asosli qo'yib beramiz, switch provodalar qo'yib beramiz. Oka, bu yerli xizmatida sug'urada ishlaymiz. Hamma karburatorli mashinalarni qilasizlar. Hammasini oka, mashina tanlaymiz. Injektor, kompyuter hamma anaqamiz bor, Ha. Hamma apparatlar bor. Eshitdinglar, xudo xolisa kompyuter xizmatlari ham, diagnostika, karburator tuzatish, injektor tozalash hammasi bor. Bo'lmay gazdan benzinga o'tkazib berilyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer tashlab ketamiz, aloqaga chiqib olasizlar.